Kuruçam özü xaxlab durub özü vaxtını çözməydi heç qaçan. Ne üçün adamlar da büyük qarşı gerek? Uy yıldan yıla qimmatlıydı. Ne için zor investisiya deyilədi. Həmən də pulunu gücünü saxlab bərək. 5,5-6 milyon son deyə versənimizə kəlləmizə sıxılır ölməsədik. Yerli şunu özü kəməyib batır. Sifatli kuruvchilar ham bor, sifatsiz kuruvchilar ham bor. Əvvəlki işançlımı dəbdin köp soraq başladılar. Nəsibəng olmasa daryanın üstündə oturğan su içölməysən dedi bu. Bugünkü günəçə məli tölə bilgən kreditlərimiz var. Quruluş dım mas suyu tutdu Xarəzmdə. Korkmayın, caya bolsan, natural bina, dükkanlara bolsan, investisiya klaversələ boladı. Eng ko'p kommentariya yozgan odamga Sokaji marka beriladi. Assalomu alaykum, Elite House YouTube kanalımız kuzatuvchilari, obunachilarimiz, bizlarga toza obuna bo'lajak podpisчикларimiz. Xudo xolasa bizada Podcastning noli haqida gaplashamiz, qurilish, umumiy mavzular va muvaffaqiyat haqida gaplashamiz. Bugungi podkastimizda agar sizga bu temalar qiziq bo'lsa, muvaffaqiyatga erishgan odamlarning yo'li qiziq bo'lsa, podkastni oxirigacha ko'ring. Oxirida so'rin qo'yib beramiz. Ya'ni eng ko'p kommentariya yozgan odamga sovg'amiz bor, yashirin sovg'amiz. Buni podkastning oxirida aytib o'tamiz. Bugungi podkastda Elite House kompaniyasining asoschilari Umid og'am va Oybek og'am bilan gaplashamiz. Umid og'a umumiy obunachilarga o'zingizni tanishtirsangiz, ya'ni obunachilar ham kim eshitib o'tirganini, nohaqda eshitib o'tirganini bilsinlar. Marhamat. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Avvalambor o'zimizni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, ismim Umid Agabullayev, Xorazm Elite House qurilish kompaniyasining asoschilaridan biriman. Asadbek bir aytadigan bo'lsak, qurilish-ku tema. Qurilish, umumiy qurilish muvaffaqiyat ham bor, mana narsa bor. Biz ham shu qurilish bo'lgandan keyin bir 10 yildan bo'lib qoldi girganimiz, Oybek 9-10 yil tajribada ham bo'ladi. Quruvchisiz. Quruvchi, biznesmen. Tadbirkorimiz. Showda kechirasidan ham o'zimni tanishtirib o'tayim. Men ham Elite House kompaniyasining marketing bo'limida ishlayman. Bu podkastni sizlar uchun ko'pchilikda qurilish haqida savollar bor, shuning uchun qilib turibmiz. Sohaga kirib kelishimiz bu 15-yillarga to'g'ri kelgan. Endi bugungi kungacha ozmi ko'pmi ishlarni qildik. Yana sheriki Oybek bilan birgalikda qilib keltiramiz, xudo xolasa. Zo'r gap. Oybek aka, shunda siz ham o'zingizni tanishtirsangiz, necha yildan mana qurilish bilan shug'ullanasiz? Qurilishga kirib kelishingizga nima sababchi bo'lgan og'a? Avvalambor assalomu alaykum. İsmim Oybek Masharipov. Qurilishga kirib kelishimizga bir 8-9 yil bo'lib qoldi. Umid sheriki aytganina 2017-yillarda qurilishga kirib kelganmiz. Undan oldin shu restoran sohasida, gul sohasida ishlayapmiz. Bundan buyon 2017-yilda aslan qurilishga kirib kelishingizga nima sabab bo'lgan? Ya'ni 10 yil bo'ldi deb tursiz. 10 yil qisqa vaqt emasdan, ko'p vaqt. Bu katta tajriba. Qurilishga kirib kelishingizga o'sha vaqtda sifatli uylar qurilmaganmi? Ya'ni o'zingizni sohalaringizni tashlab qurilishga o'tishingizga nima sabab bo'lgan? Avvalambor do'stlarimiz. Keyin o'zlari endi har bir insonning o'zini rejasi bo'ladi, katta bir biznes orzusi bo'ladi. Shulardan birisi bize şu qurilish shu vaqtida do'stlarimiz bilan birgalikda boshlaymiz. Ham shunda xalqqa sifatli ham bois bahona xalqqa sifatli uylarni, chiroyli uylarni yetirib beramiz deb qurilishga kirganmiz. Qurilishga kirib kelganlaringizdan to'g'ri dom qurib boshlanmizda yo kichkina uylardan boshlanganmi, kichkina obyektlardanmi? Naborat bo'lgan. Hovli joylardan boshlangan. Yo'q. Umidniki sherik bo'lmasdan oldin hovli joylardan boshlangan. Meniki to'g'ri dom o'tganmiz. Keyin oralikda hovli joy ham bo'lganda. Shu yerda birinchi ishimiz meniki domdan boshlangan. Sizniki domdan. Sherikchilikda keyinchalik hovli joy ham bo'lgan. Umidniki hovli joydan boshlangan. Keyin dom o'tgan, men bilishim bo'yicha. Shunda xalqning ham ko'p vaqtini olinmiz. Qarang, Elite House kompaniyasi o'zi ikkingiz birlashishingizga nima sabab bo'lgan? Keyin Elite House kompaniyasini tashkil topishini nechik bo'lgan? Shu haqida ozgina aytib bersangizlar, birgalikda yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. O'zi yosh vaqtdan do'stimiz, jo'ramiz endi. Yaqinsizlar. Aytaversak, yaqinmiz. Maktab vaqtlaridan beri tadbirkorlikka girib kelmasimizda eldin jo'ram, danışmizdan. Jo'ramiz, do'stimiz ama. Maktab vaqtlaridan beri. Keyin kichkina bizneslarda aytib o'tdik. Gulda yurgan, men Navpayne
gelevergen Kichkina bizneslerden başlanmışsınız. Belki bizneslerden başlangan. Keyin kuruluşa o'tganmiz aslan bu sebep ne deseniz bizaniki bir ailevi nada bo'liman. Ağamlar hammasi Kuruluş sohasında. Şundirakda. Kuruluş için kuruluşa qiziqish bo'lib o'tgansizlar. Yetganmiz. Shunda qarang, hozir ikkinchi sheriksizlar, jo'rasizlar. Men ko'pchilikdan eshitganman. Ko'pchilikda sherikchilik zo'r o'xshaydi. Lekin ko'pchilik biznesda sherikchilikda konflikt paydo bo'ladi. Yana kompaniya 2018-yilda tashkil topganlar degizlar, 7 yil vaqt bo'libdi kompaniyani tashkil topganidan. 7 yil bo'ldi konfliktsiz ishlasha. Asosiy sababi nima uni? O'zi masalan sherikchilikda ora buzilmasligini, kuchli do'stlikmi yo boshqa faktorlar ham rol o'ynaymi bu yerda? Ko'p narsa rol o'ynaydi. Ko'p narsa berdi, ko'p narsa. Biz aytadan bo'lsak asosiylaridan bir-birini tushunish, bir-birini fikrini qo'llab-quvvatlash. Eng kerakli o'zi. Qo'llab-quvvatlasang sherikchilikda. Dunyo qarash. Dunyo qarash bir xil bo'lsa, To'g'ri kelsa kerak. to'g'ri kelsa. Men aytib qo'ydik-ku, sherik, ikkinchi sherik bo'lsang, men uchinchisi menda Alloh taoloning o'zi hammasi barakat yondiratdi-da. Barakat Allohdan. Shunda sherikchilikda asosiy rol o'ynaydigan narsa bu bir-biriga bo'lgan ishonch. Ishonch, podдержка, dunyo qarash. Ko'p narsa kiradi-da, endi основной shularda bilaman. Ko'rib turganlaringizdek, Elite House kompaniyasini asos solinganidan 7 yil bo'lgan, ikki do'stlar asoslagan, Oybek va Umid asoslagan 7 yildan buyon sherikchilikda ishlab kelyapsizlar, hamkorlikda. Yana shu yerda bir boshqacha savol beraman, keyin qurilish mavzusini o'tamiz. O'zi quruvchilar qachon pul topadi? Kim javob beradi bu savollarga? Bera qizdirib oladi, masalan, ko'pchilikni ham qiziqdi bu narsa. Masalan, ko'p quruvchilar ham ko'payyapti. Sifatli quruvchilar ham bor, sifatsiz quruvchilar ham bor. Lekin bu o'zi ko'p pul topasdan, Abduqodir Husanovdan ko'p pul topasdan futbolchidan. Biznesmen o'zi hech qachon pul yetishmaydi-ku, Umid javob beraversin buni. Endi bir hisob kitob aytilmagan bizaniki ham bari hisob kitob aytilmagan. Aborotda bari bu narsadan nechalik mehnat, nechalik energiya, nechalik ko'p bergan sayin shu daromad ham shunga qarab keladi-da, Asadbek. Endi Xudoga shukr Allohning berib qo'ygan rizqini cho'plab yuribmiz. Shuni. Ana nasibang bo'lmasa, daryoning ustida o'tirgan suv icholmaysan deydi-ku. To'g'ri. Shunda aniq summa yo'q, sizlar pul aborotda bo'ladi, har doim yerda bo'ladi. Pul temasidan mavzuga yetib turibdi. Pul baxt olib keladimi? Pul baxt olib keladi ma'lum darajada. Misol uchun tezroq orzunga yetishiga bir vositachi bo'lib beradi. Uy, mashin, biznes, jo'ra yar do'sting, katta odamlar bilan donishishing, boshqasi hammasi bog'liq yeri bor baribir. Lekin baxt, xotirjamlik, ko'ngil tinchligini ham pulni allaqachon bo'lmay qolishi mumkin. Bir-biriga bog'liq narsalar. Bir-biriga bog'liq narsalar. Hozir ko'p trendda chiqib turgan gap bor-ku, ya'ni piyoda yurib qisingandan Mercedes yoki Innomarkada o'tirib qisingan yaxshi deydilar-ku. Qisma olib keladi. Bu borada sizning fikringiz nechik, Umid aka? Endi qisman olib keladi, lekin pulga bog'lasak ham deman to'g'ri bo'lmaydi. Lekin pulsiz ham bo'lmaydi deb aytiladi-ku, ammo shu vositachi bo'lib beradi. Masalan, odamni ehtiyojini qondiradi. Baku orzungiz, ehtiyojingizdagi shularga bo'lgan yo'l bo'lsa, shunda vositachi bo'lib beradi-da. Rahmat javobingiz uchun. Mavzudan uzoqlashmali, ganglar bu mavzularga qaytamiz. Bu mavzulara qurilish haqida savol berjakman. Elite House kompaniyasini asoschisilar ko'pchilik biladi, bilmaydiganlar uchun o'zi eng katta obyektlaringizni sanab berasizlarmi? Nelarda uy qurgansizlar, nelarda dom qurgansizlar, shuni aytib o'tsangizlar, Oybek aka. Dom bo'lsa, boshdagi o'zlarimiz sherik bo'lmasdan oldin nada qurganmiz, shu Daritalning to'g'risida qurganmiz, Ergashani Qaruntoyakdan kirgan yerda. Ya'ni keyin bu sherikni Umid sherikim ekan, dinni nada boradi, banda Shobat yo'lida. Shu yerni bilsangizlar, kommentariyada plus qoldirib ketasizlar. Keyin birinchi katta ishimiz shu Rossiyada giyim bozor yanada. Shu giyim bozori. Birga qo'shilgandan keyin, birga qo'shilgandan keyin. Birinchi ishimizdan sherikchilikdagi birinchi katta ish shu. 4 podez, 8 etaj. Nechadan tushgan yerdan? 105 dona xo'jalik tushgan yerda. Undan keyin ona yarim plan ham qurdik oralikda.
3-4 obyekt bo'lgan. 3-4 obyekt. Katta loyihalardan, Bazaryan, Raycenter Bazaryan, Shavot yo'li, Aeroport City taraf. Shavot yo'lini Yangi O'zbekiston boshlandi. ko'pchilik fasadini aytadi Shavot yo'l. Rostdan o'zim ham sizlar bilan ishlamasdan ham ko'rganman. Вообще chiroyli natilgan. Uni xom ashyosini bedalasdan O'zbekistondan kelganmi uni? O'shada ishlatgan. O'zbekiston. Shu yerda yana qurilish bilan shug'ullanasizlar-ku. O'zbekistonning xom ashyolarini to'xtaljakman-da. Kimdirlar bo'ladi, bo'lmaydi. Hozir dom qurilishida ko'plar karushdan, ko'plar gazoblovdan ishlatib yuribdi. O'zbekistonning xom ashyosi zo'rmi o'zi sifatini javob berami? Zo'r. Javob beradi. Zo'rini olsang zo'r. Yaxshisan bu yomon bu. Biz yaxshi ishlatamiz. Shu vaqtda men bu umid bilan o'tirib turib boshi ofisda o'tirib boshlanmasindan 12 biradon biza shuni rejasini qilganmiz. Har kun rejasini qilamiz. Nechik bo'ladi? Nechik fasad? Nechik qilamiz? Endi bu ko'zlangan, uzoq turishi kerak, chiroyli bo'lishi kerak, shaharni ko'rkina qo'shib turishi kerak. Keyin shu oblisovchni karushdan qilsak nechik bo'ladi? Hisoblaganmiz, ko'rganmiz, narx-navosi bergan qaranda ko'proq chiqqan. Lekin bu bizlarga qiziqis bo'lgan. Zo'r narsa aytishimiz kerak bo'lganda. Planimiz shunday bo'ldi. Shunday ham bo'ldi. Ular shu. Buni endi bo'ldi deb o'zlarimiz aytib turamiz yo'qmi? Odamlarni fikrini, xalqni aytgan gapidan chiqib aytamiz. Gözü u yerda 30 siflar bor. Videoni shu podkastning shu yerdan qo'yib o'taman. Xudo xolasa videolarni xalqning fikrini ham qo'yib o'taman. Firibgar filmlar bor, eshitgansizlarda, ko'rgansizlarda. Xorazm Elite House'dan joy olganmiz. 2 yil bo'ldi, yashab o'tiribmiz, Xudoga shukr. Hamma qulayliklari, hamma sharoitlari zo'r, ajoyib. Elite House kompaniyasında işçilerini görüp, bulanın muamelesini görüp, adamlar bilan chin dildan bir suhbatlashishini görüp, iş faaliyetlerini gelip görüp, kuruluş jarayonlarini görüp, bulanın işine ko'nglimiz tushgani uchun shuda natural binasından satıp alıp, bir de ikinci filial klinikamizni tashkillashtiryapmiz. Xorazm Elite House'ni hammaga tavsiya etamiz. Yangi qurilishlar bo'ladi ekan, butun majmua hammasi shu yerda jam bo'ladi ekan. Xonadonlarning kengligi, domlarning oralarini ochiqligi, bolalar maydonchalari bo'lar ekan, bog'cha, maktablar sizlarga ham tavsiya etaman. Ishonchli ham tez aytgan vaqtlarda bitib turibdilar. Xohlasa kelib olishlarini tavsiya qilamiz. Shunga xursand bo'ldim. Uyni kengligi, yorug'ligi, balandligini, dim katta balandliklarini ko'rib, to'g'ri tanlov qilibman deb xursand bo'ldim. Hurmatli mijozlar, sizlarni ham mana shu Elite House uylarini olishga taklif qilaman. Yurgan yomon bo'lib qoladi menga hozir xursandchilikdan. Xorazm Elite House degan firmasi 5-6 yil bo'ldi ishini ko'rsatib yuribdi. Halol mehnat etib, joy sotib olsangiz 5 qachon o'tizmaysiz. Xorazm Elite House eng zo'r firma. Rahmat sizlarga. Bu yerni hali Shavot yo'lini qurilishi davom etib turibdi. Yer katta proyekt, adashmasam 12 dom tushgan, 12 dom tushgan. Hali nechasini qurib bitirgansizlar bu domlarni? O'sha ul yarısına geldik. Arka taraflardan bo'lib turibdi ish. Bu yerdan ham yaqinda. Ya sotuvda bor. Shu yerda bizdan kuzatib o'tirganlar uchun bir narsa eslatib o'tamiz. Elite House YouTube kanali bundan keyin aktiv ishlaydi. Qurilish bilan bog'liq umumiy kontentlarni sizlarga chiqarib boramiz. Bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar va qo'ng'iroqcha tugmachasini обязательно bosib qo'yinglar. Shavot yo'li proyekti haqida gaplashib o'tiribmiz. Umid aka, undan boshqa Urganch City'da ham uy qurib tursizlar, Raycenter'da ham uy qurgansizlar. Endi Urganch City'dagi uylar haqida ozgina tushuntirib o'tsangizlar. Bu yerda o'zi necha uy qurgansizlar, necha xonadon bo'lgan, hozirda sotuvda bormi, nechik planlari bor. Va ularning sifati haqida ham tanishtirib o'tsangiz, xalqqa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Urganch City ham zo'r qurilish bo'lib turibdi. Bu yerda ham katta proyekt, bilasiz, ichida maktab, bog'cha, Davlat dasturundagi yer, o'sha yerda institut ismi, Alanadon parki, El Xorazmiy, o'sha katta massivdan 3 podyezdli dom topshirdik bu yerda. 45 xonadonning o'zi 3 podez, 45 podez. Topshirildi. Endi odamlar o'tirib berganimiz. Endi boshlanganlar ham bor, qurilib turgan ham bor, yana bugungi kunda. Ha, yana uy qurasizlar, yana ham boshlangan ham. Hozir ham 80-90% qurilgan domlarni ham kerak bo'lsa bo'lib berishga taklif etdik yaqinda. Ko'rganlar bo'lsa xabari bo'lmasin. Yana qurib turganimiz ham bor, topshirganimiz ham ishga ko'p edi. Hozir ham qurilish bo'lib turibdi shunda, xudo xolasa. Qo'yib borilaveradi endi. Xudo xolasa videolarni ham обязательно YouTube kanalida qo'yib boramiz. Endi bu yerdan keyingi proyektga o'tamiz. Oybek aka tanishtirsa, hozir hamma yerda aylanib turgan proyektlardan birisi Yangi O'zbekiston massivi, bu yerni umuman zo'r yer bo'ladi deb turibdilar.
Yana Şavatlı boyu özündən məktəbən, bağçasan bolada tutdular. Bu haqda siz ümumi düşüncə versəniz, məsələn, eşitməyənlər bolsa, Yangi Özbekistan massivini və yerdə turan quruluşlarınızı xalqa düşündürüb versəniz. Yerdə zor toçya, haqiqatdan özü həm yerə özünə yarasha yaxşı. Həmməsə. Bu misal üçün bizə şəhərini yanından kursak ya ortasından kursak, gerek olsa şəhərini çetindən solaydı olaba. Misal yani Şavat yolundaki. Dinç yaşaşı üçün. Yok, rayondan gelip şuradan bir yana şehre çıkıp gidiyorum ben de. Aşın yeri var. Bunlar şunu yiyor. Opşide alıp kıracak. Misal birinciden suyunu boyu. İkinciden o şu devlet desturundaki yer. Opşi perspektiva boyunca 43 tane adam çıkardı. 9-12 etajlı çıkardı. Atkanlarız diyeyim. Bakça mektebi içinde boladı. Şehrini ortası bolsam, lekin şurada ucu suyun resmi tesiri boladı yanında. Keyin hem domlu özüne tutuşnılığı, hem 9 etaj, hem her uyda balkon bağlığı bize dım yaktı, bize şunu seyledik. Hem bize yaşamaka boğandan keyin ümit bilen köp oylandık, planlaştırdıktan bize yoldan az gana içandan bir içanını aldı. Ne için? Sebebi şavkından, çağından ben taza hava buladı. Havaylanışı, domlu et dilini üzün durganı. Aşulara bize yaktıdan bize bir içanını aldı. Keyin şunda köp klient ne için içanını aldızlar dedi. Keyin maytama yaşamaka veya soda etmeke gerekmiş size dedim. Yok yaşayacakman dedim. Natural bolsa yolun üstü yaxşı, lekin yaşamakızı içan yaxşı ku dedim. Olanı turadan doğru aytasın, içan yaxşı eken dedi. Köpçülük şunu boldu ha. Bunlar artık ne ol yeri zor bolsa toçkesi, sunu boyu bolsa, havaylanıp tursa, Şapkın yok, zor yer. İmkaniyetli yaxşı butturan bolsa hazır. Ama yine şöyle eslatib o'tamiz, Eid House kompaniyasi 50 oygacha foizsiz muddatli to'lab uylarni sotuvga qo'ygan. Xudo xolasa pastdagi nomerlar bilan bog'lanib, ofisimizga kelib batafsil ma'lumot olishlaringiz mumkin. Shu yerda qurilish mavzusini gaplashdik, qurilish obyektlaringiz haqida gaplashdik. Ozgina endi qurilish mavzusidan uzoqlashamiz. Muvaffaqiyat mavzusuna to'xtalamiz. Rozimisizlar? Albatta. Umidam tarafiga yo'nalaman. Umida, o'zingizni muvaffaqiyatli manda bo'laysizmi? Shunchalik ish qilgansiz, masalan, ko'pchilikning orzusidan hozirgi sizning levelingizda bo'lish, sizni qurgan uylaringizni qurish, endi boshlayotgan quruvchining orzusi bo'lishi mumkin-da, sizning darajangizga yetishdan. O'zingizni muvaffaqiyatli manda bo'laysizmi? Zo'r savol bo'ldi. Doğrusu hammasi birinchi navbatda Alloh taoladan. Xudoga shukr, avoy hisoblaymiz. Bundan bir 15 yıl arkaga qaytib, 20 yıl arkaga qaytib, mesela her bir insan arzusu bo'ladi o'zini. Shuni o'ylab ko'rsang, shu arzuyingdagi hayot doğrusu. Ya'ni orzungizdagi daraja. Allohimizga behisob shukr. Muvaffaqiyatli deb hisoblaymiz. Aybek aka, muvaffaqiyat o'zi nima? Muvaffaqiyat o'zi tinimsiz mehnat birinchidan. Mehnatni qilasan, muvaffaqiyatni o'zi ochilib boraveradi. Mehnatni qilmasang, intilmasang, yangilik yaratmasang, nereden keladi o muvaffaqiyat? Harakat qilmasang, xalqqa manfaat yetirmasang ham. Manfaatli bo'lmasa, o'zi birinchi navbatda manfaatli. Manfaatli bo'lmasa, u muvaffaqiyatdan ham keragi yo'q o'zi. Umuman kerak. Doğrusu, xayrli bo'lmasa foydasi yo'q. Ana shunda yo'ling ochiladi, ishonch paydo bo'ladi, takliflar tushadi. Ana shuni o'zi muvaffaqiyat bo'ladi. Shunchalik qurilish ham ozmuncha kuch ketmagan, mehnatlaringizni sarflayansizlar. Buna nov güç beradi, nov motivatsiya beradi. Bu bizada o'zi mini. Agar biza shu proyektni boshlaganda bir motivatsiya olamiz, bitirajak vaqtimizda o'rtasida eng qiyin yeri davri shu bitirib olinchada, topshirgandan keyin yana motivatsiya, yana toza g'oya kelaveradi. O'zi shu Alloh taolo şu harakat qilsang, birovni haqqini yemasang, shu yo'lingni ochib boraveradi. Biza domni bitdim-da yana toza loyiha chiqaveradi. Banda ozgina bitishini ozgina qilganda, yana bundan toza loyiha chiqadi. Shu loyihaga biza toza marketing kirzamiz, dizayn beramiz, keyin yana kengayamiz. Ana shuni o'zi bizlarga yana energiya beradi, kuch, motivatsiya, kuch beradi.
Oşu bilan ketaveradi izi. Lekin agar chala qalsa, ishing oxirgi obyektni topshirmay ketib qalsa, ana unda hech qachon bergan obyektlar adam bo'lmaydi, yaxshi bo'lmaydi. Yaxshi bo'lmaydi. To'xtalib o'tdi, ko'p narsa aytib o'tdi. Birinchi navbatda ishonch. Masalan, mijozlarimizni, klientlar deymiz, ishonchi. Shu narsa bizlarga ko'p kuch bergan, bilasan, ko'p aytamiz. Aytib ham beradilar o'zi ko'pchilikda ishonchli ustada, oshib yaxshi. Shu vajh yaxshi. Kuch beradi. Yana ko'proq narsa berasing kelaveradi, yana. Ishlasing kelaveradi, o'zing ustida. Menimcha hamma sohada o'xshaydi-na. O'zim sohamdan ishonaman desalar, men ham ishlasim kelaveradi, toza narsa ustida. Qurilish ham bir xil ekan, shunda. O'zi ham yosh vaqt bolalarni tarbiyalashdan aytib turibmiz-ku. Bolalar kichkina bolam sana ishonaman, sen qo'lingdan keladi, qilasan shu ishni desang, aytadi shu. İşanç'a köp narsa bağlıktan beri doğrusu. Tushuntiradi, katta odamdan ishonch, keyin shu ishonchni oqlash ham kerak-da. Shu biz ham shu mijozlarimizni shu ishonchini qadrlaymiz, hurmat etamiz, rahmat hammasi. Va to'g'ri tushunamiz. Shu yerda endi dolzarb mavzuda savol bermasam bo'lmaydi. Shunchalik motivatsiya, ya'ni boshqalarning fikri, hozirgi dolzarb negativchilar ta'sir etami? Masalan, shunchalik ishlatib tursizlar, ijtimoiy tarmoqlarda ularni ko'rsatib tursizlar-ku, birgalikda qilib turibmiz, ko'rsatib turibmiz. Aynan men negativchilarga odatiy qarayman, chunki ular doim bo'lgan. Siz nechik qaraysiz shu narsalar, Oybek aka? Negativga hozir oddiy qarayman, to'g'risi. Avval bitta e'tibor berar edim, hozir qarab gulib qo'yaraman. Vaqtini, energiyani yo'qotsa arziydigan narsa emas. Arzimaydi. Bu yerdan bir nima deydi, odamlarga bir foydasi deydigan bir ne yozmaydi menimcha. Kuru shu uyda yotganda telefon chiqarib yozadilar menimcha. Negativni ikki xilisi bor. Birisi to'g'ri negativ, fikrini bildiradi, kamchiligini aytadi. Yana bir u foydali, u seni o'sishingga yordam beradi. Shunda xatongni tushunasan, ibirni xato etibman-ku deysan-da, yana to'g'rilashga harakat etasan. Ikkinchi negativ bor. Bu уже yaxshi gap yozmaydi, kim bu o'zi deydi, bulardan omonglar deydi, lekin bilmaydi o'zim. O'zi bilmagan holda boshqa yaxshi niyatdagi odamlar ham o'zi bilmagan holda qaytarib qo'yishi mumkin joy olishdan. Lekin o'zim aytmaydi. Bir kuni birisi chiqdi, bolalar aytib keldi. Telegram gruppa qo'shib qo'yibmiz. Navbatda 3 kunmi 4 kun yozgan izimga keldi. Men o'zi to'g'risi 3-4 kun ilishib turaversa, to'g'ri blokada turaman. To'g'ri blokada kerakmaydi. Bu yaxshi ma'noda. Bu degani o'zingga hurmat etish bu. O'zingga hurmat etgandan keyin u vajdan eshitib turmak kerakmaydi. Buning uchun desa u odam sen yomon ko'radi, ichindagi vajdan chiqarib o'tib, xullas, yomonlikni o'ylaydi. Keyin bir ulrak kishi falan firmadan joy oldi, shuncha odam ko'yib qoldi. Kadastri bo'lmasa, joy amonglar deb 3-4 kun yozibdi. Keyin bolalar aytdi, keyin qaradim men shu vaqtimda, keyin indamay qo'yaverdim. Keyin hozir shu yerda shuni vaqti keldi, shu yerni aytaman. Kadastrli joy angladi, to'g'rimi? Biza kadastri hali tayyor emas, qurilishi boshlangan uylarni shartnoma bo'yicha beramiz, to'g'rimi? Shundan keyin bir yangi odamni bir chaqirib turib, uluylan odam ekan, aytasim keldi. Siz taklif berib turibsiz, aql berib turibsiz. Ya bormisizda shunday narsalar? Misol uchun kadastrli joyni olinglar. Xo'p, yaxshi gap yo'q, kadastrli. Men unga qarshi emasman. Men kadastr tayyor uylarni olsalar, zo'r bo'ladi. Bor undinam. Undinam bor bizda. Bu vajam bor. Lekin kadastrli joylarning muddati to'lov yaqinda biz qo'ydik, lekin hech qachon qo'yilmaydi o'zi. Kadastrli joylar ya 100% to'lov bo'ladi, ya birlamchi kredit bo'ladi, ya 20 yillik subsidiya bo'ladi. Keyin shunda u keyin yangi aytib o'tiribman, bolalar aytib turibman. Kadastrli joyni xo'p olding, kadastr tayyor joyni olding. Bizaniki deydi muddat to'lab olding, eldan 30%ni berding. Bar shuni ham chiqib qoldi. Bu opasniy bo'lmaymi? Bu ham opasniy emas. Sen oldinga o'tirib bermaydi u hech qachon 100% to'lamayincha. Yarımında to'lab bilmay qolsang, zalog summalar ya berib qo'ygan pulni ham go'yib ketishing mumkin. Chiqarib berib bo'ladi, to'g'rimi? Bu bir. Bor kadastr tayyor joylarni kredit olding. Через bank orqali 20 yil. 20 yil. Ona ham 30-40%dan to'lading.
30-40%ni to'lagandan keyin oğan ben şu bankani garovda turadi, nazorat qilib turadi. Sen hamma bir oy 2 oy o'tasan, men hech kim yomonlayajak yo'q, bu o'zimning fikrim. To'lolming qolsa shu yerda To'lolming qolsa nechatada bank oladi, majbur oladi, auksiondan qo'yadilar, chiqarib shu yerda joyni sotib olib chiqaradi. Shu yerda yaxshi uylan pul yo'qolib ketadi. O'zing to'lagan pulni ham bankka o'zining bergan pulni olib qo'yaveradi. Masalan, u majbur axir. Aşın yerler var. Keyin bizani firmamız yine 3-cü vəziyyət qaytatılan müddətli to'lov bu. Müddətli to'lovi joy boshlanmasından elden to'laydi. Mabada to'lolmay qalsam ümidçilik kutganmiz 4-5 oydan 3 oy 4 oydan kutgan odamlarimiz ham bor. Yo'q, vallahi to'lolmay qaldim. Pulni to'lolmay qaldim men. Men pulumni qaytib beringlar, uyimda ishini vaziyat bo'lib qoldi desa, bir so'mni olmay qaytib bergan odamlarimiz bor. Misol, go'yik qolish ehtimoli qayta bunga qaraganda men solishtirib berdim yangi bolada. Shu bo'yicha video ishimiz ko'rsatib beradi buni odamlarga. Yine hozir shu momenti keldi aytib tursiz. Misol, tuning bir kommentariy o'qimagunchalik bir toza video qo'ydik, bir xotin qiz yozib berdi. Bu bolalar boy gap, shu aytganingizga rahmat, mingdan ming rahmat. Ko'rib, shu bilib, bizning mehnatimizni, shu etgan ishimizni aytib berdi. Bu bolalara mingdan ming rahmat. Pulni to'lolmay qoldim. Pulimni qiynalmadim, 100% pulimni qaytarib berdilar deb bizning firmaga rahmat aytib berdi. Hozir shu yerda o'zim ham boshqacha bo'lib ketdim. Nachundasa ko'pchilik bank endi ular ham vazifasi shunning olib qo'yadidan ko'pchilikni puli go'y keladi. Auksionga qo'yib sotib beradi. Bu mijozlarni hurmat qilishdan bank masalan to'lab bilmay qolsa pulni qaytarib berish menimcha kamchilik qiladi. Muddatli to'lov nima chiqqan? Muddatli to'lov odamda 100% joy olmoqqa puli bo'lmagani uchun joy olish imkoniyatini ko'payishi uchun chiqqan. Misol uchun joyni 3dan 1 boshda puli bor. 3dan 1 puli bor, aryanı yo'q. Aryanni bo'lib to'lab biladi. Lekin joyga ehtiyoji baland. Ava, joyga ehtiyoji baland. Shu uchun chiqqan majdan bu. Endi to'g'ri emas. Shuni ko'rib biz o'zlarimizdan bir ko'p odam go'yik qilinadi, odamlarni to'g'ri tushunamiz. Ishonmaydi, ko'p odam qo'rqadi, shuncha mehnat qiladi. Rossiyada ishlaydi, boshqa yerda ishlaydi. Misol biz o'zimiz klient ko'p yerlardan, men yo'lma tushganini aytaman, Turkiyadan bor, Koreyadan bor, Amerikadan ham bor, Rossiyadan ham ko'p. Qozog'iston, hamma yerdan bor. Aytasiz, sizning kompaniyangizni ishchaman, sizning qurilish kompaniya, men uy olacakman. Kimdir negativ yozib qo'ydi, men bu kompaniyadan uy olganman. Ya bitirib bermagan, uy sifatsiz ekan degan kommentariya bo'lib qolsa, kimdir shu gapni yozib qolsa, nechik chora ko'riladi ular? Javobgarligi bor. U agar izni biza netimiz, tamom izni qo'yib lekin hozir yuristimiz shu vaj bo'yicha ishlab boshladi endi. Nechun desa, firmani obro'yina ta'sir etadi. Agar bilib bilmay yozsa, bilib tanqidiy nani aytsa, bilib turib, ish o'rnida ishing bo'ldi seniki desa, u kamchiligimiz to'g'ri yuzimizda aytgan yaxshi. Uni bartaraf qilib beramiz. Endi dim bilib bilmay azadulloh bo'lsa, yuristni o'zi orqamda gaplashadi, biz aralashamiz. Shu yerda shu mavzu ochilganda, mijozlarning mavzusi ochilganda umidda bir savol beraman. Endi hamma yo'l bir xil takiz yetmaydi-ku. Oydam dog' bor deganing mijozlar bilan o'zi kelishmovchilik chiqqanmi? Shu vaqtgacha masalan 1,5 bo'ladi-ku, uni hamma ishda bo'lib turadi. Haqiqatni aytaylik, podkast bo'lgandan keyin bu yerda gizlidan narsa yo'q-da, mijozlar bilan kelishmovchilik chiqqanmi? Ham shunda mijozlar aytadilar-ku, masalan, qurilish mavzusi ham qiyin mavzu, narxni ko'pchilik tushirishni xohlaydi. Masalan, sizlar ham kompaniyani qadriyatlaridan kelib chiqib, uy-joyni berasizlar. To'g'ri. O'rtalikda masalan, 3-4 oy to'lagandan keyinmi, bir narsadan norozi bo'lganmi, uning vaziyatdan nechik yechim qilasizlar deb so'rayapman-da. Bo'ladi, baribir ish bozorida kamchilik ham bo'lishi mumkin. Bunday vaqtda biz nechik yo'l tutamiz? Biza tarafdan nov qilinadigan bo'lsa qilamiz. Rasxoti bormi, boshqasi bormi? Muomalasimi, boshqasi hammasini biza tarafga yikamiz. Qo'ldan kelgancha qilamiz. Hamma narsasini. O'zi baribir mijoz shuda rozi bo'lishi kerak, nechat bo'lsa.
shunday vaziyatlar bo'lib turadi. Iloji boricha bo'lmaslikka harakat qilamiz deydi. Asadbek doğru har xil firmalar va qurilishlar ozgina cho'zilishi mumkin, yana boshqa bo'lib turishi mumkin, har xil konflikt kelib chiqishi mumkin. Lekin quruvchi ham o'zi xohlab turib, o'zi vaqtini cho'zmaydi hech qachon. Masalan, u cho'zish degani o'zi unga zarar o'zi quruvchiga. Her taraflama. Ve de o'zi налог oranda ishchilardan oylik shuncha ishchi ishlaydi, shuncha komanda material narxi oshishi o'zi bila göre qilmaydi u. Nechun desa o'zine zararligini biladi. Hech tushuntirib bildimmi? Bila göre tushunarli. Hozir mijozlar Zo'r zakka haqida. Zo'r. Podkast qiziqli bo'lib turibdi. Aynan o'zim uchun ham qiziqli bo'lib turibdi. Qurilish sohasida ko'p narsaga ko'p bilimlarga ega bo'lib turibman. Ko'p bilmagan narsalarni bilib olib turibman. Agar sizlardan nechikdir savollar paydo bo'lsa, shu yerda kommentariyada berib ketinglar. Xudo xolasa keyingi savollarimizda yoki shaxsiy akkauntlarda birgalikda javob berasizlar. Mijozlarni yoki shu yerda ko'rib turgan odamlarning savollari bo'lsa, kommentariyada yozib ketsalang. Qo'ldan kelgancha javob beramiz. Nima deydi? Bizlar 100% kamera oldida biz so'zlab emasmiz, oddiy insonmiz, oddiy insonlarga shu boricha yetirib berishga harakat etamiz. Hurmatli xalq, bera kelsa oson bo'lmadi. Men marketing bo'limida ish olib boraman Elite House'ni. Ikki dona biznesmenni, quruvchini xalqning oldiga chiqarishni o'zi bo'lib turgan yo'q, og'amman zo'rg'a kelganman bera sizlarga informatsiya berish uchun. Endi Oybek aka, yana bir savol beraman. Odam yillar davomida uy uchun ishlaydi. Buni bilasizlar. Menimcha shuni his qilgan holda ishlaysizlar degan umiddaman. Конечно, 10-15 yil ketadi bir odam. Masalan, chet elda yuribdilar, Rossiya, boshqa yerda ishlab. Mijozlarimiz bu adab aytdizlar shunday mehnat qilib yuribdilar. 10 yil, 15 yil shu yig'nan pulini, masalan, balama yo o'g'lim, qizim shu uy-joy qilamiz deb qilib yuribdi. Shuni suiiste'mol qilib bilmaysiz-ku. Doğru yo'l aytib, Oybek aytib o'tgandek, niyatni to'g'rilab, shularga bir öyle joyda qilaman desangiz, hammasi yaxshi bo'ladi, ko'ngildan ishlasangiz. O'zi eng bizani, ya'ni qisintiragan, ya'ni ko'p o'zlarini bir-biridan savolam shu. Shu yaxshi ishlab, to'g'ri ishlasang ham, aytib bo'ladi. Avvalambor hech kim ish qaytmasin, ya bir marta aytaman. Bu bilan bizlar ko'p hozir bitta yo'qoldi uning savollar. Avvalki ishonchli deb dum ko'p so'rab boshladilar-ku, bizning firmadan. Hozir ko'proq o'sha baza bor endi. Bexsab şükür Allah'ımıza. 7 yıllık, 8 yıllık tecrübe kampanya. Palankes aytgan, uni ishonch bor, keladilar. Shu kimdir aytgan, tavsiya qilgan, zo'r deb, kimdir ishonchli deb aytdi. Shuna rahmat ish qilaman masalan. Bir biza ishi keyingi vaqtda dim bildik-da. Bir klientni o'zi yana bir joy oladi, 2 joy oladi. Keyin qo'shimchasini qarindoshi bormi, jo'rasi bormi? Hammasini kelib turibdi. Nima uchun biz vaqtida berdik, kadastrni chiqarib berdik. To'g'ri, hamma joyni vaqtida berib bilmaymiz, kamchiligimiz ham bor, cho'zilgan yillar ham bor, sal kecha qolgan yillarimiz bor, dokumentda kecha qolgan yillarimiz bor. Lekin aytgan, uni sizlar xohlamaysizlar, istab qilmaysan, bu majbur bo'lasan. Lekin ochiq bizning eng so'ndirgan keyingi vaqtda toza obyekt boshlanganimizda ko'na mijozlarimiz ikkidan birdan jo'ralarni akkalib o'zlari joy oldi. Ya u gap borku, toza klient mijoz topma, ko'nasini, eskisini saqlaqqa jo'rashib ham ketdik o'xshaydi ko'pisi bilan. Shu yerda podkast qiziq bo'lib turibdi. Hozir bir savol beraman. Bu masalani YouTube'a denni kiritib ham qo'yaman. Umid qilasiz javob bersangiz. Qurilish oson narsa emas-da. Ko'pchilik o'ylaydi, bular dom qurib sotib yotibdi. Boy ketgan bular hammasi bir ishlarni turibdi. Buni izidan challam stress bor, og'riq bor, qiyinchilik bor. Buni sizlar bilasizlar, ich ishlaringizdan his qilasizlar. Umid sizga savolim shunday. Bir domni qurincha bo'lgan etapni ketma-ketlikda xalq tushunishi uchun qiyinchiligini, ya'ni noldan qatlamon qazilishidan bitib, shifr bo'lib xalqqa topshirincha bo'lgan etapni aytib bersangiz. Zo'r savol bo'ldi, o'rinli savol. Asadbek, bunday quruvchi, masalan, biza deb aytaylik, biza obyektni boshlaganda bir xursand bo'lamiz, tugatganda bir xursand bo'lamiz. Mijozlarga topshirganda, uni o'rtasida yotadigan mashaqqat endi to'g'risi tushuntirib bo'lmaydi hozir. Azobi, mas'uliyati shunchalik
mesela material shuncha ishchi ishlatasiz, hammasini joyli-joyina qo'yish kerak, sifatli chiqishi kerak, ertaga u 100 yil, 50 yil turishi kerak qilgan domingiz. Masalan, boshlanadi birinchi etapi, qatlamon qaziladi. Keyin Videolarni qo'yib turaman va gaplaringizni hozir xalq tushunishi uchun. Birinchi keladi уже. Qatlamon qazasidan hozir armaturni dokitib tashlab, izolyatsiyani etib, beton quyib tashlab, nolga chiqamiz deb o'ylaysan. Lekin yo'q, yana Yangi O'zbekistondan boshladik, suv chiqdi. Teyindan. Уже suvni bo'ynaga qiyin-ku. Birdan уже drenaj qaqib, suvni torttirmoqqa qaradik. Buni o'zi ham shunchalik vaqt ketib qoldi. Uni mijozlarga tushuntirilmaysiz-ku. Bir oy qurib. Vam, ya'ni qurilishni cho'zadigan Ana xolos. faktorlardan birisi-da. Bir oy qazib berdik, bir oy suvni torttirib qo'ydik. Yana bir etap aylanadi, hali yana ko'rinadi. Keyin ikkinchi yana chuqurlashamiz suvni yo'qotish uchun. Ana shunday deb keyin nolga o'xshash ko'p nelar faktorlar deymiz-ku. Bu bir kichkina emas desak ham bo'ladi. Yo'da tushganini aytib turibmiz hozir. Keyin qatlamonni boshladingiz, nolni chiqdingiz, уже etaj ketadi yani. Her ay bir etaj ya bo'lmasa cho'zilsa, bir ay 2 oyda bir etaj ko'tarilib boradi-da. Ujali boshqa raması boradi hali. Ondan keyin yana shuncha ishi bor. Stenalar deymiz, devorlar beklanadi. Уже keyin oyna eshigi, tok montajı, uni kommunikatsiyasi, ish boshqa ko'p. Wi-Fi simlar necha o'tirib tartiblasizmi? Ko'targandan keyin ko'tarib bo'lasiz-ku. Keyin meda juda umid 50% ishini aytasizlar, ko'targandan keyin. Yana bir dom ko'targandan bo'lmaz, meda juda ishi. Ayda juda ish. Qurilishni cho'zadigan narsalardan yana birisi o'sha masalan yana birinchi faktorni Umid ham aytib o'tdilar. Ya'ni teydan suv chiqdi hozir Yangi O'zbekistonda. Bir oy vaqtimizni olib qo'ydi deb turibdilar. Yana bir cho'zadigan faktorlardan qaysi biri og'a? Hamma narsa bir-biridan bog'liq. Biza основной cho'zmaydi vajimiz beton, armatur, usta, shu qurilishga kerak bo'ladi. Bayonimda keyin уже biza zakazchik bo'lamiz bayonimda. Oyna, eshiklar, lift, simlar o'tishi, elektriklar boshlanadi misolda. Hammasini отдельный bir firma aytadi. Kichkina. Sizlar kimgadir ishonib topshirasizlar? Ular ham shu bizlarning ishini qo'yib beraman, ishini sifatli qilib beraman dedi. Bizlar ham shunday topshiramiz, lekin hamma narsa eng qizig'i quruvchini bo'ynida turadi. Misol bir ya'ni quruvchini cho'zdirasam, sizga kelaveradi. Birida kanalizatsiyadan suv oqsa, yanki ustasi, ham biz birov aytamiz axir, zakazchik bo'lamiz. Ham sifatli qurib beraman deydi. To'g'ri, endi bu birovni bo'ynida tashlashimiz yo'q-da. Lekin oylanib kelib seni bo'yningga chiqadi. Ya'ni u yerda siz ishlatib turgan usta mas'uliyatsiz bo'lsam, quruvchini yomon ko'rib qoladi xalq. Yoki masalan bir oyna eshik tutadigan usta brenda bir oynada xato qilib bersa, yana quruvchi o'ladi. Shunday vajdani biz yurganimizdan keyin shu vajdani takrorlamasligi, shuni yozma ravishda, shu shartnoma ravishda qilib turibmiz hozir. Agar o'xshamaydigan bo'lsa, ishni bizlar firma sen gap keladigan bo'lsa, yo firmani obro'yina gap keladigan bo'lsa, javobini sen berasan. Deb oshni shartnoma qilib boshlaydi. Qilmaslik uchun diyeceksan bana. Ya aytadi-ku, xato etishdan qo'rqma, xatoni takrorlashdan qo'rq deydi-ku. Shunday. Oddiygina Asadbek, ya cho'zilish dedik-ku. Bir dana endi ko'pchilik tushunar, erkak odamlar. Shu beton qismi bor, kolonna, rigel, balka deymiz, plitalayotgan. O'zi oddiy shu issiq havo, normal havoda 28 kunda quriydi. Shu betonni o'zi kerak bo'lsa, shuni qurishini kutib, plita bosmay o'tirasiz-da. Sifatli chiqishi uchun uyni eng oxirgi sifatini tekshirish uchun 28 kundan keyin ko'rish kerak. Ungacha ham bir hafta 10 kunda beradi o'zi. Keyin ishga ketaverasiz. Eğer o'sha faktorlar ham bor, cho'ziladi. Bizlar oddiy bir bizlar bog'liq bo'lmaydi. Sen yerda treshin ham tushishi mumkin, ozgina. Shu menimcha tushunib oldingizlar deb o'ylayman. Xudo xolasa qurilish mavzusuna jonli girdik. Endi salgina uzoqlaymiz, keyin yana qurilish mavzusuna qaytamiz, xudo xolasa. Oybek aka, siz savolim, masalan, hammaning hayotida bo'ladi. Men yoshman, menda hozirdan ko'p bo'ladi u vaziyat. Sizlarda tajriba bor, shu tajribani olish uchun ham qandaydir xatolar qilgansizlar, chalim darslar bo'lgancha so'mlardir go'yib ketgan bo'lishlaringiz mumkin. Shu masalan, hayotingiz davomida
Sizni o'zgartirib beradigan voqealar bo'lgandi. Shu eng o'zgartirib beradigan voqea qaysi bo'lgan hayotingizda? Ya Birinchi obyektimiz shu 7 etajda bo'ldi. Finans taraflama, keyin reja taraflama salgina ne bo'lgan. Puxta bo'lmaganmiz, lekin hammasi hisob kitoblar bo'lgan, hammasi bo'lgan. Shu o'rinda biz 2 milliardta go'yganmiz. Shunda bir xato qilsa 2 milliard so'm tushgan. Tamam. Bizara armaturni shartnomada biza qimmatlamaydi deb berganmiz. Hozir ham beramiz, shunday. Armatur qimmatlab ketgan. Birdan bir qimmatlab ketgan. Bir qimmatlab ketdi, уже yechatib bo'lmaydi bu yerda. Ne klient aytib bilasan, ne boshqa birov aytib bilasan. Lekin hisob kitoblarimiz hammasi domla bitirib, polni bitirib bo'ladi. Lekin shu vaqtdan biza indamadik hech kim. Уже o'zgarmaydi shartnomada. Umumiy risklar o'zi kurchun bo'ynida yotibdi-da. Biz risklarni aytibmiz biz ham buni. Shuning risk bo'lgan. Shunda hozir lekin u shu vajdan hozir kundagi doğru xulosa chiqarib, hozir qurilishlarimizda finans taraflama ko'tarilib ketishi yoki endi arzonlamaydidan o'zgarishi yo qo'shimcha xarajatlar bo'lishini hamma o'zini biza hisob kitobini qilib, ertang shu oqsoq qolmasin qurilishimizgacha qolmasin degan nelar hammasini hisob kitobini qilib, hozir qurilishlarimizni shu xatolardan to'g'ri xulosa chiqarib qo'yibmizdan shu vajani eldan olib qo'yibmiz. Xo'p, Oybek ham bir qurilishdagi bir katta xatosini aytdi. Shu narsa o'zgartirgan, endi bu xatoni qilmaysizmi? U riskli o'zgartirgan. Endi risklarlari ko'p, har bir tadbirkor bor, riski bor. Hayotingizda bir nodir, masalan, katta kuch bilan ishlab boshlashingiz, energiya bilan, motivatsiya bilan ishlab boshlashingiz nodirki beradi o'zi umid. Avvalambor Alloh taolamiz rizq berib qo'ydi, qolaversa ota-onamiz shularni yuzi hech qachon yere qaramasligini istaysan birinchi navbatda. Faxrlanib yurishini istaysan. Yani aytadi-ku, bu meni bolam bu deb faxrlanib yurishini istaymiz, ota-onamizning bo'lgani boshqa menimcha bundan ortiq bo'lmasa kerak. Yani anastasdan bo'ladi. Ha, doğrusu. Hamma hali bu. Hozir o'zim bir boshqacha bo'lib ichlarimdan bir boshqacha bo'lib ketdim. Doğrusu ota-onaning duosi, ota-onaning faxrlanishi uchun har bir farzand harakat qiladi. Eng narsam shu, bir aytib qo'ysam bo'ladigan narsa, eng nima deydi, besplatniy, lekin eng ko'p kuch beradigan, duo qiladigan ota-onang doğrusudan. Eng doğrusu, eng yaxshi, eng zo'ri bizani shunday o'stirdilar, birovni haqqini yemeyin, birovga pand bermeyin, birovni aldameyin, shunday tarbiya berib o'stirdilar. Eng keraklisi. Shu vaj bizlarga hayotda jonli yordam berib turibdi. Ko'p yordam berib turibdi. Ya'ni halollik. Halollik, ish haqqini yemak, halol bo'ldi. Shunday o'stirgan aytganim. Toshkentda boramandan hazat beraman. Hafta bir 4 kun, 5 kun hazat beraman, lekin уже bir hafta o'tadi. Уже ben Xorazm u yoqni sog'inib boshlayman уже. Orani qo'shay bo'lsam, ava ben tartib turadi-da. Уже ba'bir, ya'ni kindikkaning dökilgan yer deydi-ku, ba'bir tartadi. Xorazmni yaxshi ko'rasiz demak. Xorazmni yaxshi ko'raman. Yodimda bo'lsa, yaqinda Turkiyada bo'ldik-ku. 3-4 kun zo'r bo'ldi. 5-6 gün zor bo'ldi, hafta 10-chi kun aytib gitdik, bizlarimizni u yoq baribir zo'r deb. Ya'ni hamma narsa sog'intiradi, farzandlar, ota-ona, o'zi u yoqning atmosferasi. Tortadi rasmiy. U yoqning changlar ham даже kerak bo'ladi. Changlar ham yaxshi ko'rasiz. Zo'r. Podpisatsiya bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni yoddan chiqarmanglar. Biz davom etamiz. Zo'r bo'lib tutdi. Do'stlik mavzusiga to'xtalamiz. Bu sherikchilikda turibmiz, muvaffaqiyat, pul, baxt to'g'risida gaplashibmiz. Do'stlik mavzusiga ham to'xtalaylik. Men bilaman ikkingi, men ham to'g'risi mendan do'stlar bor, sizlar chalmasdan. Shuning do'stim bo'lishini men ham shorda aytib qo'ygan orzu etaman. Zo'rdan. Yaxshi gaplaringizni ko'p olishimdan dom hurmat etaman. Shunda do'st bo'lasan. Shu do'stlik deganda Oybek aka, nima tushunasiz? Do'stlik nima siz uchun? Endi biza ikkimiz emas, do'stlarimiz biza o'zi sal ko'proq, endi ikkimiz ham biznes partner, ham
Jora bolgandan keyin biz sal yaqinroq ko'proq bo'lamiz, yurimiz birga. Yaqin 3-4 jo'rak bo'ladi dedik o'zi. 3-4 jo'ramiz bor, yaqin jo'ralarimiz. Do'stlik o'zi birinchidan yosh vaqtingdan keladigan narsa. Yosh vaqtingdan. Maktab vaqtimdan misol shunday bolalar bo'lgan, yurasing kelmaydi, yanqalar bilan bir qochib turar edik. Endi hozir ham shunday. Shunday jo'rang bo'ladi, maktab vaqtimdan, yosh vaqtimdan birga keladigan jo'rang bo'ladi. U birovni aldamaydi, birova pand bermaydi. Yoki bo'lmasa seni ehtiyojlaring shu muammong bo'ladi, yoningda turadi. Kichkina muammodan kerak bo'lsa, ulug' muammoga yoningda bo'ladi. Kerak bo'lsa kichkina muvaffaqiyatdan katta muvaffaqiyat vaqtidan yoningda bo'ladi. Oshvesh do'stda bo'laman. O'zini pozitsiyalari bor edi-ku. Xiyonat qilmaslik, aldamaslik, kerak endi yordam berish, talablari bor. Ha, shu jo'radan ham ayrilib qolish mumkin, eng yaqin do'stingdan ham. Shu aytadi-ku, insonni dushman kerakmaydi, inson shu o'zini o'zi dushman dedi-ku. Shuning uchun hamma ko'p o'zingga bog'liq bu hayotda. Qurilish temasini qaytamizmi? Aybek aka, Umid aka, yana qurilishlardagi og'riqlar bor xalqda. Kommentariyada menimcha yozib ham o'tiribdilar, kommentariyada savollarni keyin ish mavzu haqida gaplanglar, ish mavzu haqida gaplanglar deb. Ko'p yozgan odamlar podarkan ham bor, ha? Eng ko'p kommentariy yozgan, 100, 200, 500 kommentariy yozganlar, eng ko'p kommentariy yozgan odam Sokajim aka. Eng zo'r taklif bildirgan odam ham Xudo xolsa uni sir saqlaydi. Sirli sovg'ani beramiz Xudo xolsa. Dim chiroyli, kutilmagan bo'ladi. Balkim Sokajim akadan ham qimmat bo'lishi mumkin. Hang sirli sovg'a atamiz. Umumiy ishchilarni, mijozlarni qadriyat masalasini to'xtalsangiz. O'zi qadriyat men uchun ham hurmatli narsadan. Shundan so'ng ham ko'p biznesmenlar bilan ishlayapman. Dalbit aytaveradilar. Ya'ni sen qilib bersang ham, kontentni bajarsang ham yana vazifa bajaradilar. Sizlarda yana ishchilarning qadriyatini nechki o'zi xodimlarni boshqarganda nechki qadriyat qaraysizlar, Umid aka? Qadriyat to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, avvalambor qadriyat nov. Qadriyat inson novlarni o'zim dilimda aytadigan bo'lsam, novlarni qadrlaydi. Shu narsalardan. Bir boshdagi narsalar va bir kuch va sonidan bo'lsak, birinchi navbatda shu ota-onasini qadrlaydi deydi, oilasi ham nima aytsa bo'ladi. Bu hayotda o'zi shu mehr bersang, sana mehr beradilar. Shu yerdan. Shu uchun qo'llab-quvvatlab bir like, podpisatsiya bosib beringlar endi. Shunchalik gaplashib bo'libmiz. Yaxshi bo'ldi, mavzudan chetlashaman, ha. Ag'a, birinchi haydayam mashinangiz nima, ag'a? Hozir mashina mavzusini aytaman endi men. O'zingiz nechikdir mashina haydashni orzu etganmiz? Orzu etganman. Конечно. Birinchi haydayam mashinangiz? Birinchi haydayam mashinam o'zi akam mashina bo'lgan. Birinchidan Nexia 1. Nexia 1ni shunday yaxshi ko'rganman endi. Avvalambor Xudo saqlasin. Bir marta mashina bir yerni dezmayapman. Avvalambor Xudo buni sababi akam. Akam shunday professional darajada mashina haydashni o'rgatgan. Nerda yashab to'xtash, nerda yashab haydashing ham eng narsa qatta haydamaslik. Birinchi endi akam mashina-ku bu meni mashinam emas. Akam birinchi orzu etgan mashinam eng ko'p aytadigan gapim shu meni. Shu birov qisinsa eng ko'p aytadigan gapim. Ishning bir narsalar bo'lmaganida. Bir dona Matizim bo'lsam bo'lar edi-ku. Bir dona Matiz deydi, hech bo'lmasa deyman-da. Lekin ko'p vaqt o'tmadi oradan birinchi mashinam Malibu 1 bo'lgan. Birinchi mingan mashina. Matizni orzu etganman, lekin Alloh taolo Malibuni bergan. Birinchi mashina. Ko'pchilikga motivatsiyalar berdi, lekin menga Matizni orzu etib Malibuga erish. Bu degani so'rash kerak, harakat etish kerak, yaxshi niyat etish kerak. Bu ana harakat, yaxshi niyat birovning haqqini yemaslik kerak. Mashina mavzusida sizdan savol beraman. Umid aka. Yosh vaqtimdan Oybek ham aytgandek ko'p onam bo'lgan. Men ko'p men mashina almashtirdim, ko'p mashina almashtirdim. Birinchi shu ikamiz mashina haydaymiz. Bizlar ham Renault bo'lar edi, yodingda bo'lsa, u vaqtlarda 2000-2005-yillarda italab ham yoqamiz vaqtimdan doğrusu. Keyin bizning qiziq bo'lgan. Biz og'am bilan o'zim ikki o'g'il bo'lamiz, Radno og'amiz bilan ikkimiz bir mashina olganmiz.
Nexia 2 edi Nexia var. 2. Nexia 2 edi var. Alüminyum. Elimiz 2008 mi 2007 yıllardı. Satmaya hazıram ko'p ketdi shu mashinani. Yo'q, ay. Nexia. Birinchi mashina Birinchi sotmay mashina qo'ysiz. Sotmay qo'ydi. Tuning qildiranmiz uni? Ya просто родной zavodda tikamiz. O'zi taxlanib durishunda turibdi. Netkan, ha, Oybek ham men bir aytib berdi. Buni o'zi ko'zg'ashim sababi xalq ham bilsin deb aytdim-da. Bir netdim-da. Oybek ham aytdi. Ey dedi, shu modizm bo'lsangiz, men BYD toza ishlab boshladim-ku. Oybek ham BYD ham yurtdi. Ey dedi, men modizm bo'lsangiz o'tganman. Davay ishlashik, davay, kuch ber tutdi-da. Davay yana. Shundan keyin Energiya beradi. energiya berdi hozir ham, hammaga, chunki harakatdan to'xtamaslik kerak degan narsani beradi ekan-da, u narsa. Hozir ham bir vaqtlar o'ynayman, o'ylab beraman-da. Past 2 kundan bir yoqda tushadi-da, aytganman. Eng zo'r investitsiya ko'chmas mulk deydilar. O'zi nechun uy yildan yilga qimmatlaydi, nechun zo'r investitsiya deyiladi, nechun uy olishni tavsiya etadilar. O'zi birinchi teyindan keladigan bo'lsak, yer qurilish boshlaymiz-ku, dom boshlaymiz. Shuni o'zi kamayib botir. Masalan, sentrda boradi evvel, hozir yo'q. O'sha chetlashib ishlab chiqarilmaydigan resurs. Ishlab chiqarilmaydigan. Bu ne'mat desam bo'ladi Alloh tarafdan. Keyin inflyatsiya bor, pulning qadrsizlanishi, sabablari, materiallar tannarxi oshishi. Yana bir aytib o'taman isbotini. Inshoot yo'lda obyektimizni boshlagan vaqti kvadrati 3 million so'mdan beri investitsiya deganing aytib turibman endi. 3 million so'mdan beri. 2 million 800 dan boshlandi. O'rtacha 3 million desek ham bugungi kungacha mana to'lab yurgan klientlarimiz bor. Indirotchot bo'lib oladigan. Buncha so'm 5-6 million so'mdan o'sha kvadrati. O'sha yilina o'sha min turibdi. Qo'rqmin, joy ham bo'lsin, natural bino, do'konlar bo'lsin, investitsiya qilaversalar bo'ladi. 4-5 yerda qurilish etsak, hammasini talab bo'ladi, lekin birisini talab ko'proq bo'ladi. Shaharda shunday. Shulardan birisi bo'lsin, talab ko'proq bo'ladi. Keyin investitsiya kirzadi ko'p odam joyga qo'yadi. Yana joyi bo'lsa ham joyga qo'yadi. Bir 5 joyi bor, misol, shu 6-chi joyga harakat etadigan odamlar bor. Shu joy hech qachon to'xtamaydi. Kamanda pulni kuchini saqlab beradi. Kamanda. O'zi normalniy bo'lsa, ustuna pul mina. Yo'q, endi. Men lekin hozir kunda pulni kuchini saqlab turganini ko'rmayapman, qimmatlab qoladi. Yo'q deganda, bizda yana hozir qurilish dim massoy bo'lib turibdi Xorazmda. Katta qurilish. Katta jonli massoy qurilish bo'lib turibdi. Shundan qimmatlab turibdi. Ish vajda ba'biram ochiq yerlar berildi. O'sha davlatimiz yurtdoshimiz tomonidan rahmat. Shunday qimmatlab qo'ytirdi. Agar bular to'xtasa, agar shular bo'lmaganda, hozirgi kundagi boqa kamida 8 million, 7-8 million bo'lar edi. Hozir bular o'sha hamma olib bo'ldi, qurilish bo'lib turibdi. Shu 25 da yaxshilan boqa qimmatli, lekin o'sha 26-27 da o'sha pikini chiqadi. Joyang. Men ko'p o'zlarimizning shu klient yaqinlar aytaman shu. Xudo xolasa, imkoniyat bo'lsa olib qolinglar. Dim pikini chiqadilar bu yerda. Urganch City ham qurilishlarida, undan tashqari Yangi O'zbekiston ham bular kichkina shaharchalar, hisobku mikrorayonlar. Yana bu to'shkalardan qimmatliroq to'shkalar adashmasam. Bu to'shka zo'r to'shka. Biz umid bilan shu qurilish boshlanganda yana 3 million 2 million 800 edi. 5,5-6 million so'm deyaversanmiz, biza kallamizga sig'dirib o'lmasadik. Uydan shunday ham bo'ladimi? Shunday ham bo'lmasa, Toshkentda shunday. Toshkentda shunday. Bugungi kundacha so'm toshkent. Hozir ham yana 7-8 million so'm deb hozir 8 million 9 million deb kallamizga sig'dirishimiz sal qiyroq, lekin vajam bo'ladi. Bo'ladi bari. Vajam iloj yo'q, u o'sha resurs o'sha vajdan qimmatlashi, talabni ko'pligidan keyin inflyatsiya hisobidan ketaveradi bu ish. Asadbek, pulni kuchini saqlab beradi deb aytdim-ku ya. Bu da ham nima yana tushuntirib o'tib ketsak. Uyingda 300 million so'm pul bor. Uyingda. Shunga borib 2 xonal masalan joy beradi. 1 xonal ham 3 xonal joy beradi. Shuni borib olasan, ya bo'lmasa uyingda 300 million so'm pul duradi. Tushundingmi? 2 yildan keyin uyingda 300 million so'm pul duribdi. Ya bo'lmasa 2 yildan keyin senda yana 2 xonal joy duribdi. O'sha avval 500 million so'm bo'lib turadi. O'sha sen shu kungi 300 million so'mni pulni kuchini duradi shundan. Saqlab turadi. Ko'tarilib turadi. Pul durmaydi. O'zi aytajakman-da. Yo'q, u qarz yo'q aytmam yana. Uy bu zo'r investitsiya degani bu.
investisiya hakkında zo'r tema getdi. Bizning kompaniya tarafidan Yangi O'zbekiston massivida 50 foizsiz muddatli to'lov uylab kelib, kompaniyamizning ofislarimizga kelib, xudo xolasa pastda nomerlarni ham qoldiramiz, telefonlashib kelib, batafsil ma'lumot olishlaringiz mumkin. Bizlar ham podkastimiz oxirlab qoldi. Hamma narsani boshlanishi bilan oxir ham bo'ladi, xudo xolasa. Podkastni yakunlaymiz. Kommentariyada podkast haqida fikrlaringizni yozib qoldiringlar va buni keyingi savollarni chiqaralimi yo'qmi bu haqda yozib qoldirsangizlar va bizlarga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysangizlar, xursand bo'lamiz. Endi bugun Umid og'am, Oybek og'am bilan gaplashdik, ko'p gaplarni gaplashdik, umumiy mavzularda hayot, sherikchilik, do'stlik, qurilish masalalarida gaplashdik. Shu yerda toza biznes boshlayacaklar bor, shularga bir tavsiya bersangizlar, yakunlaymiz. Kichik biznesmenlarga tavsiya. Kichkinadan boshlasin, katta o'ylasin. Katta loyihalar o'ylasin, lekin kichkinadan boshlasin. Hamma katta loyihalar kichkina biznesdan boshlangan. Va xato qilishdan qo'rqmaslik kerak. Har qaysi bilimli, omadli biznesmenlarning orqasida xatolar turibdi. Xatolardan to'g'ri xulosa chiqarib, niyatni yaxshi qilib, birovning haqqini yemay boshlasalar, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bizda podkast yakunlandi. Xudo xolasa oxirigacha ko'rganlaringiz uchun sizlarga rahmat aytamiz.